Assalomu alaykum. Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organi xodimlarini rag'batlantirishning yangi tizimi joriy etildi. 2025-yil 7-avgustda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hamda tuman shahar hokimliklari xodimlarining mehnatga haq to'lash va ularni moddiy rag'batlantirishning tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 129-sonli Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hamda tuman shahar hokimliklari boshqaruv xodimlari mehnatga haq to'lashning yangi tizimi joriy etiladi. Bunda xodimlarning lavozim maoshi yagona tamoyil asosida, ya'ni mehnatga haq to'lashning yangilangan tarif setkasi hamda ko'p yillik xizmati va lavozimini inobatga olgan holda tabaqalashgan tarif koeffitsientlari asosida shakllantiriladi. Rag'batlantirish so'rovlari boshqaruv xodimlari tomonidan erishilgan eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari KPI asosida har oylik ustama, malaka yoki martaba darajalari uchun va hisobot davri yakunlari bo'yicha rag'batlantirish so'rovlari shaklida to'lanadi. Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organi boshqaruv xodimlarining mehnatga haq to'lash faqat mazkur farmonda belgilangan tartibda amalga oshirilib, farmonda ko'zda tutilmagan qo'shimcha ustamalar, mukofotlar va boshqa to'lovlarni to'lash taqiqlanadi. 2025-yil 1-avgustdan mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida mehnatga haq to'lash jamg'armasi quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ya'ni lavozim maoshi eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlariga erishilganligi uchun lavozim maoshiga har oylik ustamalar, malaka, martaba darajalari uchun to'lovlar, mukofotlash hamda bonus to'lovlari.